2026 yilgi yangi Chevrolet Equinox bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va kuchli samaradorlikni o'zida mujassam etgan o'rta o'lchamdagi crossover bo'lib, Chevrolet kompaniyasining eng so'nggi yutuqlaridan biridir. Yangi model tashqi ko'rinishdan boshlab butunlay yangilangan bo'lib, yanada sportcha uslub, keng radiator panjarasi, LED faralar va orqa chiroqlarning o'tkir shakli bilan e'tibor tortadi. Salon ichki qismi ham zamonaviylik va qulaylik uyg'unligida yaratilgan. Keng joy, yuqori sifatli materiallar, zamonaviy multimedia tizimi va 11.3 dyuymli sensor ekran haydovchi uchun maksimal qulaylik yaratadi. Digital instrument panel, Wi-Fi hotspot, Apple CarPlay va Android Auto funksiyalari haydovchilik tajribasini yanada osonlashtiradi. Texnik jihatdan 2026 Equinox 1.5 litrli turbo dvigatel bilan jihozlanadi. Bu esa 175 ot kuchi quvvatni ta'minlaydi. 8 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi yo'l sharoitiga moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Shuningdek, AVT, ya'ni barcha g'ildiraklar harakat tizimi variant sifatida mavjud bo'lib, har xil yo'l sharoitlarida mukammal boshqaruv imkonini beradi. Yangi Equinox xavfsizlik tizimlari bilan ham ajralib turadi. Unda avtomatik tormoz tizimi, piyodalarni aniqlovchi sensorlar, yo'l chizigidan chiqishni ogohlantirish tizimi, orqa kamera va adaptiv cruise nazorat mavjud. Bu funksiyalar haydovchining ishonchini oshiradi va har bir safarni yanada xavfsiz qiladi. Chevrolet 2026 Equinox modelini bir nechta versiyalarda taqdim etadi: LTS va Premier. S versiyasi sportcha ko'rinish, qora detal va 19 dyuymli g'ildiraklar bilan ajralib turadi. Premier esa eng hashamatli variant bo'lib, charm salon, premium audio tizim va ilg'or haydovchi yordam tizimlari bilan jihozlangan. Yoqilg'i tejamkorligi ham e'tiborga molik. 100 kun uchun o'rtacha 7-5 litr sarf bilan yangi Equinox o'z sinfidagi eng samarali modellar qatoriga kiradi. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Equinox bu oilaviy qulaylik, texnologik imkoniyatlar va ishonchli ishlashni birlashtirgan mukammal crossoverdir. Bu model zamonaviy hayot tarzi uchun mo'ljallangan va uzoq safarlarda ham, shahar sharoitida ham ajoyib tanlov bo'la oladi.